Assalomu alaykum. Bugun sizlarga yopiq kanaldan yoki yopiq Telegram guruhdan fayllarni, videolarni, muzikalarni qanday yuklab olishni o'rgataman. Hozir mani telefonim Xiaomi 12 Lite, shundan qilib ko'ramiz. Birinchi navbatda men Telegrafga kirdim. Farqi yo'q, Telegraf, Telegram Plus, ularning farqi yo'q. Bitta guruh ochdim, yopiq kanal test degan. Hozir bunga kiraman. Ekran o'zi yopiq kanal bo'lgandan keyin ekranni zapis qilib bo'lmaydi. Qop-qorong'i bo'lib turadi. Ikkita fayl tashlaganman. Video bilan rasm. Hozir rasm bilan videoni ochib yuklab olaman. Yuklab ochib oldim. Endi buni qayerdan topaman? Buning uchun telefondan provodnikka kiramiz. Bu yerdan хранилище bo'limiga o'tib, Android papka. Bu yerdan data. Endi bu yerda dostуп yo'q deyapti, shuning uchun открытni bosamiz. Boshqa fayl ochib beradi. Endi yana boshidan kiramiz. Android papka, dataga kiramiz. Endi bu yerdan men Telegraf papkasini topishim kerak. Bu eng oxirida bo'ladi. Hop. Mana org Telegram Plus, org Telegram Messenger. Bularni ham ishlataman. Menga hozir Telegraf kerak. Mana ilmili Telegraf. Shunga kiraman. Bu yerda yana Files papkaga kiraman. Bu yerdan Telegramga, bu yerdan men rasm bilan video olgandim. Rasmga kiraman. Agar bu yerda fayllaringiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, uni tezda topish yo'li bor. Buning uchun tepadagi 3 ta nuqtaga bosaman. Bu yerdan sortirovать. Bunga bosib, изменения с новых 3-turganiga bosaman. Mana hozir rasmni ochgandim. Rasm chiqib turibdi. Eng oxirida yuklab olganingiz eng boshda chiqadi. Mana rasm turibdi. Shu rasm yuklagan edim. Videoga kiraman men. Videoni ham ochdi. Xo'p. Endi Samsung telefonlarida bu fayli degan nima bo'lmaydi. Kirmasligi ham mumkin shu Android papkaga. Mana shu dataga kirganda 3 ta 4 ta papka turgan bo'lishi mumkin. Buning ham yo'li bor. Buning uchun Play Marketga kirib, bu yerdan fayli degan programma yuklab olamiz. Fayli. Bu yerda mana birinchi turgan Files degan ustunochka qilib olamiz. Shu orqali kirsak bo'ladi keyin. Samsung telefonlari orqali. Yopiq kanalimga ссылка qoldiraman описаниеda. O'sha orqali kirib ko'rsangizlar bo'ladi. Yoki Telegram kanalimda tashlab qo'yaman ссылкani. O'sha orqali kirib tekshirib ko'rsangizlar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.